Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysiz. O'zbekligingizni bilib turib nima qildim? Shu mashina Gatchinada kvartira izlab yurgandimda, naprotiv ketib qopman. Meni uyim shossi 11 edi. O'shanga hozir 100 rubl berib tura olasizmi? Pulim ham qolmaganda yonimda. Bo'pti, men Ahmad emasman uni. Ayol kishimi? Voy, uzr, ming bor ayol kishimisiz? O'galimga erkak deb o'yladi shekilli. Ovozingizdanmi? Ovozim yo'g'onroq. Shida kvartira izlab yurdim. Shu atrofda yo'qmi? Nima bo'ldi bilmaysizmi? Rosa qiyin ekan, kvartira topishib Agar berdi. xohlasangiz, men 2 xonalida turaman. Bir xonamda bitta bola turadi. Bitta xonada o'zim snemat qilaman, nima qilaman. Yoningizda joy bormi? Biz er xotinimizda. Er xotinimizlar yo'q. Bir xonali kvartira qidirayotgan dedi, rosa qiyin ekan. Bermaydi, o'zbek senga desak невозможно dedi. Ko'proq Rosa qiyin. Immigrantlarga ko'p bermayapti, nima qiladi? Rossiya fuqarosi bo'lsa. Agar menga pul berib tursangiz, kartangizga tashlab yuboraman, nomeringizni Yo'q, aytasiz. kerak emas, kartaga nima qilmang. Qancha dedik? 100 rubl berib tursangiz bo'ladi. Ne bo'ladi? Lekin erkak kishi deb o'ylaganimga xafa bo'lmang a. Yo'q, ayol kishiman bu. Hamda qorni chiqib turganga qorindor erkaksiz deb o'tirdim. Qornim nima? Rak kasalman o'zini. Nimada? Bitta nima kolostoma chiqarib qo'ygan mana bolam. Xudo. Shuning uchun nimada bu? Operatsiya qildirishim kerak bo'ladi. Voy, shu operatsiya bilan farroshlik qilib yuribsizmi? Shuning uchun nima qilyapman-da, ishlab pul to'playapman bolam. Nima emas. Tirikchilik qilib, nima qilib. Voy, sizga kerak ekan u pul. Nima qilamiz endi? Alloh bergan dardi bolam. Voy, bu shuncha operatsiya holingizga farroshlik qilib yuribsizmi? Mana shunaqa qilib tirikchilik qilib sekin to'plasam, nima qildim? Keyin xudo xohlasa qildirib olsam ketaman bolam. Qayerliksiz? Andijonlikman. Andijon. Voy, biz syomka qilayotgandik lekin. Zarnigor keyin bo'ldi, stop. Keling.